Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Muhtaram Prezidentimiz kam ta'minlangan oilalarga hamma imkoniyatni yaratib beryaptilar. Masalan, nogironligi bor oilalarga yoki boquvchisini yo'qotgan oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga imtiyozli bog'chalarga chiqish, bog'cha pulini kerak bo'lsa qoplab berish, shunaqa masalalar bo'yicha ayollarga yordam berilyapti. Lekin shu hujjat bo'yicha bog'chaga kelgan onalarga o'sha bog'cha rahbarlari yetarlicha yaxshi muomala qilmayapti. Hujjat talab qilyapti. O'sha hujjatni olib kelsa, bu kuchsiz deyapti. Shu narsaga men o'zim guvoh bo'lib qolganim uchun shu videoni chiqardim. Bundan buyog'iga hamma ayollar o'zini o'zi himoya qilib yashamasa bo'lmas ekanda. Bir ayol kelyapti. Mana Olmazor tumanidagi bog'chada bo'layotgan voqea. Bir ayol kelyapti bog'chaga, bolasi imtiyozli gruppaga chiqadi. Hujjat so'rayapti, yagona darchadan qog'oz olib kelib ber deyapti. Rahbar aytgani uchun ayol ovora beryapti-da. Ovora berganda men o'shada guvoh bo'lganman. O'sha qog'ozni rahbar qabul qilmayapti. Lekin o'sha onani hammani oldida kamsitib, bolani olib chiqib ketadigan darajaga keltirilyapti-da. Keyin o'sha ona kelyapti. Uyga muammolari bo'lyapti, lekin davlat organlariga murojaat qilyapti-da. Endi sizlarga bitta savol-da. Prezident hamma ayollar uchun, qiynalgan ayollar yoki yolg'iz onalar, imkoniyati cheklangan oilalar uchun imkoniyat yaratib beryaptilar-da. U imkoniyatlardan ayollar foydalanaman desa, nega rahbarlar bu ishni qilishyapti? U onalar keyin chiqib tepaga murojaat qilgandan keyin onalarga keyin mana bunaqa yozib bering deb murojaat qilishyapti. Nimaga bu O'zbekiston Prezidentimizni rahbar chiqargan qarorlari o'z kuchiga kirmayapti-da. O'sha ayollarni kam ta'minlangan oilada bo'lgani uchun bolalarini bog'chabola uryapti. Onalarni o'sha bog'chalarni rahbari kamsityapti. Bu mavzuni olib chiqishga men o'zim guvoh bo'lganim uchun majbur bo'ldim. Mana kam ta'minlangan oilalarni farzandini yo onasini bog'cha rahbarlari mana shu holga keltiryapti.